Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan mas.sport.uz saytida tuman, shahar, maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli bo'lgan umumta'lim maktablarning kabinetidan xodimlarni qo'shish va musobaqani yaratish va musobaqaga ishtirokchilarni qo'shish bo'yicha video qo'llanmani ko'rib o'tamiz. Tegishli loyihalar bilan kabinetga kirib olamiz. Kabinetga kirganimizda quyidagi oyna ochiladi. Ushbu oynada dashbord, xodimlar, musobaqalar oynasi bor. Birinchi navbatda xodimlar oynasiga o'tamiz. Musobaqada qatnashuvchi tashkilotimizdagi xodimlarni qo'shib olishimiz kerak. Bu amal, diqqat qiling, bir marta bajariladi. Ya'ni xodimlarni tizimga bir marta yuklab olamiz, qayta yuklash shart emas. Buning uchun bizda shablon bor. Men oldindan shablon bosganingizda Excel ko'rinishida shablonni yuklab beradi. O'sha shablonga xodimlar to'g'risida ma'lumotlarni kiritib olishingiz shart. Ya'ni men hozir shablon bo'yicha ma'lumotlarni to'ldirib olganman. Ya'ni ism, familiya, PNFL, tug'ilgan yil, oy, sana va jinsni. Diqqat bilan e'tibor bering. Erkaklarda PNFL 3 raqamidan boshlanadi asosan. Ayollarda 4 va hokazo, ya'ni undan keyin 5 erkaklarda, 6 ayollarda boshlanadi. O'sha narsasiga diqqat bilan e'tibor bering. Ya'ni erkak kishining PNFL ayol kishiga, ayol kishi erkak kishiga tushib ketganda, ma'lumotlar yuklayotganda tizimda xatolik berishi mumkin. O'sha uchun o'sha joyga diqqat bilan e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Demak, ma'lumotlarimiz tayyor. Tayyor bo'lgandan so'ng endi Excel fayl yuklash. Ya'ni bu yerda shablonni oldik, shablonni to'ldirib, endi yuklaymiz. Excel fayl yuklash bosganimizda ma'lumot yukladi. E'tibor bering, muvaffaqiyatli qo'shildi. Ya'ni Excelga qo'shib chiqqan ma'lumotlar quyidagi oynada chiqdi. Mana ko'rishimiz mumkin, tahrirlashimiz mumkin, o'chirishimiz mumkin. Agar buni xodimlarni qo'shishning ikkinchi usuli bor. Ikkinchi usuli plyus orqali bitta-bitta qo'shib chiqishingiz ham mumkin. Sizga eng osonroq yo'li bittada to'liq ma'lumotni Excelga yuklab turib, import qilsangiz o'sha osonroq variant. Demak, xodimlarni yuklab oldik. Endi musobaqa yaratamiz. Demak, musobaqa qo'shish, tadbir turi, maktabgacha maktab ta'lim sohasi, musobaqa turi, sog'lom ta'limda sifatli ta'lim. Demak, tadbir nomi. Misol uchun, deylik, shaxmat bo'yicha maktab musobaqasi. Demak, musobaqaga nom berdik. Sport turi. Misol uchun shaxmat tanladik. Bosqich, tashkilot bosqichi boshlandi. Ya'ni musobaqa qachon boshlanadi, qachon tugaydi? Misol uchun 17.04.2026 boshlanadi va 18.04.2026 tugadi. Demak, kiritib oldik. Hakam qo'shishimiz kerak. Hakamning pasport ma'lumotlarini kiritganimizda o'zi avtomatik chiqadi. Demak, hakam ma'lumotlarini qo'shamiz. Tug'ilgan sana. Qidirish tugmasini bosganimizda ma'lumotlar quyidagi oynada chiqadi. Qo'shish tugmasini bosganimizda hakam qo'shildi. Agar yana hakamimiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu topda qo'shishimiz mumkin. Endi qatnashuvchilar, ya'ni musobaqada ishtirok etuvchi xodimlarni qo'shishimiz kerak. Jinsni tanlaymiz. Misol uchun, aralash ayol erkak. Erkakni tanlaganimizda faqat erkak sportchilarimizni ro'yxatini chiqarib beradi. Ayollarni tanlasak, ayollarni chiqarib beradi. Demak, tanlaymiz, qaysi xodimlarimiz qatnashadigan bo'lsa, o'shani tanlab tasdiqlaymiz. Tasdiqladik, ma'lumotlarimiz qo'shildi. Mana yana qo'shmoqchi bo'lsak, 3-xodim ham qo'shamiz. Qo'shdik. Endi qo'shish. Demak, musobaqa ma'lumotlarini saqladik. Musobaqamiz yaratildi, ishtirokchi qo'shildi, musobaqaga nom berdik. Endi musobaqani tasdiqlaymiz. Tasdiqlagandan so'ng musobaqada g'olib va sovrindor bo'lganlarni belgilaymiz. Demak, tasdiqlash tugmasini bosamiz. Tasdiqlayman. Musobaqamiz tasdiqlandi. E'tibor bersak, yulduzcha chiqdi. Yulduzcha orqali natijani kiritamiz. Yulduzcha bosiladi va musobaqada kim nechinchi o'rin olganini kiritishimiz kerak. Demak, daraja 1-o'rin xodim tanlaymiz. Umir Bunyod. Izohini mana yozib ketishimiz mumkin. G'olib. Qo'shish. Mana qo'shildi. Endi ikkinchi o'rin tanlaymiz. Xodim sovrindor. Qo'shish. Endi 3-o'rin. 3-o'rindan xodim tanladik. Bu ham sovrindor. Va xuddi shu tartibda ishtirokchilarni kiritib ketishimiz mumkin. Demak, g'olib va sovrindorni kiritib oldik. Endi ma'lumotlarni saqlaymiz. Ma'lumotlarimiz saqlandi va g'olib va sovrindorlar to'g'risida ma'lumotlarimiz kiritildi. Faqat bitta narsaga e'tibor berishni so'rab qolardim. Endi tuman, ya'ni tashkilotda
Ya'ni eng quyi tizim tashkilotda birinchi o'rinni olgan ishtirokchi, ya'ni birinchi o'rinni olgan xodim tuman shahar bo'limini kabineti ko'rinadi va tuman shahar musobaqasi kabineti keyingi videolarda uni keyingi bosqichga qarab olib chiqishni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni birinchi o'rinni olgan xodim tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limini mazkur kabinetida o'zi avtomatik ravishda ko'rinadi.